Navbahor boshlab berdi uchrashuvni. O'yin start oldi. Biz jamoalarga omad tilaymiz. O'sishga erishib bir necha yillar muvaffaqiyatli o'ynagan yuqoridan to'p yetkazib berildi. Hozir Paxtakorning hujumini ko'ramiz. Bozorov yuqoridan ko'tardi. Havoda kurash gol! Lekin o'yindan tashqari holat va bu yerda uchrashuv yordamchi hakami bayrog'ini ko'tardi va Hojimat Erkinov ofsaydda qolib ketgan ekan. O'zi mana bu hujum boshlanish paytida o'yindan tashqari holat bor ekan. Mana qarab turing, Erkinov ofsaydda emas. Hech qanaqa unda ofsayd yo'q. Lekin yuqoridan to'p boshirildi, darvozabon ulgurmadi, Kati zarba berdi. Himoyachilar bu yerda Tahsin xatoga yo'l qo'yishi mumkin edi. Navbahorning hujumi jiddiylashyapti, zarba va gol! Lochinlar ikkinchi taym boshida Paxtakor darvozasini ishg'ol etishga muvaffaq bo'ldi do'stlar. Kati raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Kati bu o'yinda deyarli qarshiliksiz raqib jarima maydonchasida to'p bilan birga qolib ketdi. To'p unga kelganda atrofida bu futbolchiga xalaqit beradigan o'yinchi topilmadi. Mana vaziyatni ko'ring. Hujum mana shunday rivojlandi. Olisdan zarba yo'llandi, himoyachiga to'p tegib qaytdi. Kati bu yerda pas berdi Sheriga. Zarbadan keyin Nazarov to'pni qaytardi. O'zi mana shunday juda keskinlashganda hujum. Bu yerda Usmonovning zarbasi edi. Mana bu yerda pas berib yubordi qanotga. Darvozabon o'zini ko'rsatdi. Qaytgan to'p Katiga kelib tushdi. U xotirjam zarba berdi. Xolmatovning zarbasini darvozabon qaytardi. Keyin himoyachi va darvozabon jiyanib ortga Saidazamat Mirsaidov uzatmani amalga oshirdi. Kati kurashadi. Kati kurashdi. To'pni egallab oldi. Pas berdi. Ajoyib vaziyat yuzaga kelyapti mehmonlarda, lekin bu zarba juda noaniq ketdi. Hozir kuzatamiz. Navbahorda yana bir vaziyat. Yuqoridan oshirildi. To'p himoyachi qaytardi. Va hakam penalti belgilayapti do'stlar. Paxtakor darvozasi tomon uchrashuvda voqealar rivoji mana shunday tus olyapti. Sherlar qorli kechada o'z maydonida juda ham murakkab vaziyatga tushib qolyapti. Nazarov bu tomonga kelib oldi. Mana ko'ramiz. Mana shu vaziyat. Hop. Qanchalik ko'tarildi oyoq? Prost egildi ham. Zarbaga ruxsat berildi. Ruslanbek Jiyanov gol urib hisobni 0-2 ga yetkazib Navbahorni g'alabasini mustahkamlayapti hozircha. 0-2 mehmonlar tabloda mana shu raqamni yuzaga keltiryapti. Juda ishonchli o'tkazyapti Navbahor bu o'yinni va boy bermay qo'yganligiga ko'p baxt bo'lgandi, ayniqsa O'zbekiston chempionati bahslarida. Xalqaro o'yinlarni mayli bir chetga suramiz. Men O'zbekiston chempionatini nazarda tutyapman. Anchadan beri Paxtakor uyda bunday vaziyatga tushmagandi. Endi Sherlar comeback amalga oshiradimi, yo'qmi? Buni vaqt ko'rsatadi. Hozircha 0-2. Jiyanov penaltini qoyilmaqom tarzda amalga oshirib berdi. Bashar kirib borishga harakat qildi. Zarba pozitsiyasi qidirdi, lekin manzil topa olmadi. To'p tepish uchun endi Sher zoti ichkariga pas berdi. Zo'r imkoniyat va hozir Doston Hamdamov gol urishi mumkin edi. Uning zarbasi yo'liga to'g'anoq bo'ldi. Qo'l bilan chiqib kelmadi, lekin Navbahor o'yinchisi gavdasi bilan tashlandi. Bashar Risan va hozir qanday vaziyat edi? Xavfli bo'ldi. Yana bir standart vaziyat. Navbahorda imkoniyat, yuqoridan to'p yetkazib berildi va Chichinadze to'pni Sheriga to'xtatib berdi. Biroz o'zidan uzoqlashtirdi. Yana bir harakat mana bunday tarzda. Qoyil, lekin akrobatik tarzda juda uzoq masofadan to'p oldinga tepib berdi. Nazarov oldinga chiqdi.
Mana Nazarov to'pni ushlab olib, oldinga qarab borib, chiqib ketdi. Jarima maydonchasidan. Standart zo'r imkoniyat Navbahorda zarba noaniq ketdi. Navbahor omadi kulmagan. Bugun Paxtakor omadsizlikdan emas, biroz bo'shroq o'ynab yuribdi. Zo'r pas, zarba va golmi? Yo'q. Darvoza ustunidan to'p qaytdi va ofsayd baholandi. Gol bo'lganda ham inobatga olinmasgan, lekin o'yin so'ngida nihoyat Paxtakor hujumga o'tdi. Jarohat olgandek ko'rinyapti. Mana bu vaziyat. Oppa, darvoza ustunidan to'p qaytgandi. O'zi ofsayd bormidi, yo'qmidi bilmadim. Hakam bayrog'ini ko'tardi. Toshkentga kelgan Navbahor muxlislari hurmati jamoa bayram sovg'a qildi. Ya'ni g'alaba o'ylashyapti.